Qo'muldagi mag'lubiyatini g'albiga aylantirish ishonchiga to'lgan Mo'ng'ul sarkarda lashkarlari raqiblari ustiga hozirla bostirib boradigan alfozda cho'qan salatdi. Ostidagi shash arg'amoqlar bir izida chopchib turolmaydi. Tasarruf siminidan yatlarni qo'g'lab chiqarishni vijdonan burchi deb bilgan Mo'g'uliston sarkarda lashkarlari tasvirligisiz bir g'ururning turtkisida qilishlarini mahkam tutqunicha vujudidagi kuch jasoratini yovga bo'ldirib qo'ymoqchi bo'lgandek jon jahli bilan nari tortatdi. Har ikki qo'shinning jang sepi xuddi to'g'onni buzib tashlash oldida turgan kalkundek tavraydi. Esil to'riq arg'amoqqa minib olgan Mo'ng'ul sarkardasi Isan Tayshi atrofini yultuzdek o'rib olgan sipa sarkardalarning orasida g'ayur istilochilarga xos jasorat bilan tamkin turadi. Qo'muldagi mag'lubiyatdan cho'chib qolgan bu sarkarda takabbur, ko'ranglikini butunlay tashlagan bo'lib, chiroyidan ehtiyotjonlik ifodasi balqiydi. Raqiblarining tamomı degidek piyoda ekanligini ko'rib, jang qilishga oldirab qolgan sarkardalarning hujum qilish talablariga so'g'uqqanlik bilan muomala qilyotdi. Chandurmay turg'ini bilan vujudi ziddiyatlik xiyollarga to'lgan edi. Bu qitim yengilib qoladigan bo'lsa, o'ziga tavallik bildirgan qabila oqsoqollari uni ko'ziga ilmayli qolmasdan, buyuk Mo'ng'ul dalosidagi shoni shavkatiga dog' tushadi. Raqibining qarorgohini bir kechida yarim parsak chekindirganligi ko'ngliga gumon paydo qilib qo'ygan edi. Ammo sarkardalari buni raqiblarining qo'rqqanligining alomati deb tushungan edi. Chunki tunugundan beri to'liq kelib ulgurgan hamdamchi qo'shin ularning yuragini tom o'zlarini ko'ran qilib qo'ygan edi. Shahzoda Uvaysxon Mo'ng'ul xonining barliq sarkarda lashkarlarini qarorgohdan chiqargan bo'lsa-mu, jang sepini mustahkam tuzib, oldiga bir qadam chamdamay turganini ko'rib, bir oz taajjublandi. Ular qo'ziq taraf elimizdan bilib qoldimi nima? Ajab hujumga o'tay demaydi-ku. Dedi ko'nglidagi gumonini yo'shirmay. Elimizni bilib qolishini atayin. Ehtiyot qilyapamdikin. Dedi Sayyid Ali G'olib ishonch bilan. Meningcha, Turchovullarimiz hujumga o'tgay. Dedi Amir Supurgi Mirza. Bundaq turaversak, yovning gumonini kuchaytib qo'yamiz. Shunda qilayli. Dedi Sayyid Ali G'olib va Ishq og'a Oxunbek bilan sarkarda Manglik Oqniyozga qaradi. Janobiy sarkardalar Turchovullarni boshlab hujumga o'tgay. Lekin yog'ibak yiqilishib ketmagay. Bo'libmi, qo'ziq tanab qiqilgan doiraga kirib qilishdan qattiq ehtiyot qilgay. Yo hujum boshlash bilanla qo'rqqan bo'lib, badar qochqay. Amir Supurgi Mirza nog'irchilarni nog'irchilib hujumga o'tish signali berishga farmon berdi. Necha o'nlagan nog'irchilar nog'ir dumboqlarini hujum pardasiga chilishga boshladi. Shu hamon Ishq og'a Oxunbek bilan sarkarda Manglik Oqniyozning boshchiligida Turshavul qo'shin chuqan suran salg'inicha hujumga o'tdi. Raqiblarining hujumga o'tganini ko'rib, Mo'ng'ul sarkardalari turolmay qoldi. Endi yana qarab turaverishga bo'lmaydi. Qarab turaversa, lashkarlarning jasorati sunatdi. Farmonbarsizlar buyxon, dushmanlarimizni xuddi cho'p o'rgandek o'rib, otlarimizga petqilib yutayli. Farmonbarsizlar oliylari. Isan Tayshining ko'nglidagi andishalar birdilla g'oyib bo'ldi. Vujudida jasorat qonlari ko'vajib, ko'ziga qizillik tiqildi va qilichini egiz ko'tirib varqiradi. Qani, bahodirlarim, hujumga o'tinglar. Dushmanlarimizdan birmi tirik qolmasin. Farmon bilan tang minglagan Mo'ng'ul otlari ochiq qamchi zarbisidan xuddi yar olgan kalkundek etilib chiqdi. Otlarning tuyoq ovozidan butkul Baruskul dalosi larzaga keldi.
Moңgol sərkərdə ləşkərlərinin hücum qılıb kəlginini görgən Şahzadə Uvays xanның Turşavul qoşuni ya oqu bilan hücumni tosmaqçı bolğanda qiyafətdə tərtiblik halda bir neçə qitim oq özdi. Amma qoyundek çipib kelivatqan atlıqlarga hech qancha talafat yetkizilmedi. Ular oq etishni to'xtatib, qo'rqqan qiyofətdə səplərini qalaymaqan qilib keyniga qarab qechishdi. Bu hiyla optallı önümünü ko'rsatdi. Moğoliston lashkarlarini qo'rqib qochdi deb o'ylab qolgan Mo'ngol sarkarda lashkarlari otlarga teg'imi kuchab qamchi soldi. Hayal o'tmay, o't cho'plar orasiga qiqilgan qo'ziqlar, tortilgan tanalar karomatini ko'rsatishga boshladi. O'qdek chipib kelayotgan otlar qo'ziq tanalarga putlashib, ustidagi chavandozlar bilan tangla tikmollaq tushadi. Bar Asiyadi qechib ketayotgan raqiblarini qilishdan o'tkazib, ularning qarorgohini teri-peran qilishda qolgan Mo'ngol sarkarda lashkarlarining qo'yiq o't cho'plar orasidagi qo'ziq tanalarni ko'rishga hafsilasi yo'q edi. Putlashib, mudirib ketmaganlari otlarga jon jahli bilan qamchi salatdi. Shu topda ularning jang saplari qalaymaqonlashib ketgan. 10 otning 2-3i sapdan tushib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin hujumni to'xtatmagan edi. Chapqon siri qizib ketgan otlarga endi qamchining keragi qolmagan edi. Otlar yov qarorgohiga qarab quyundek chapatdi. Mo'ngol chavandozlarining orliqi 10-15 qadam qolganda g'oz qanotidek sap tuzib, izida medirlamay suran selayotgan Mo'g'uliston lashkarlari chaqqonlik bilan keyniga chekinishdi. Shu hamon ularning keynidagi bir uchi yerga ko'milib, ushlangan uchi yantu holatda tiklab qo'yilgan 2-3 gaz egizlikdagi sanjaq badra qo'ziqlar jon jahli bilan chepib kelayotgan otlarning ko'krigiga to'g'rilandi. Mo'ng'ullar endi otlarni to'xtatib olishga ulgura olmadi. Bilakdek, paqalchakdek tomliqdagi qo'ziqlar otlarning ko'krigiga zarb bilan sanjildi. Keynidagi otlar qo'ziqqa ziqlanib qolgan otlarga kelib so'qilatdi va ustidagi lashkarlarni yerga otatdi. Mo'ng'ullarning jangsepi butunlay qalaymaqonlashib ketdi. Otlar otlarga so'qilatdi. Yiqilib tushgan lashkarlarni petiqlaydi. Kelkundek bostirib kelayotgan otliqlar oldi tarafida nima ish bo'layotganligini bilolmay, otlarning tizginini tortishqanicha yo hujumni davomlashtiraverishni, yo chekinishni bilolmay tantirab qilishgan edi. Shu asnoda Mo'g'uliston elining piyoda lashkarlari oldi tarafdan Sarkarda Bo'ronxo'ja bilan Rojiho'ja Niyoz boshchiligidagi otliq lashkarlar o'ng-so'l tarafdan tangli hujumga o'tishdi. Lashkarlarning jasoratining suslab kelayotganligini ko'rgan Ison Tayshi qilich yalang'ashlab jangga kirdi. Qirchap sadolari, tig' zarbisidan, beshidan, put-qo'llaridan ayrilgan lashkarlarning echinishlik nolillari talakka yetgan edi. Ison Tayshining jangga kirganligini ko'rgan Mo'ng'ul sarkarda lashkarlarining jasorati qaytadan urg'udi. Shahzoda Uvays xon Amir Supurgi Mirza bilan birga jang vaziyatini ko'zitib turgan Sayyid Ali olib, Mo'ng'ul sarkarda lashkarlarining Ison Tayshining atrofiga uyushib, asta-asta jang sepi tuzayotganligini his qildi. Agar Mo'ng'ullar qalaymaqonlashgan jang sepini qaytadan tuzib oladigan bo'lsa, tankelmek tasga tushadi-da, lashkar chekindirmakdan boshqa chora qolmaydi. Sarkarda Bo'ronxo'ja bilan Rojiho'ja Niyozning otliqlari jon pidolik bilan jang qilib, Mo'ng'ul lashkarlarining sap tuzilishini to'satdi. Yo'q, jang sepini qayta tuzilishga fursat bermas kerak. Sayyid Ali olib Tavachi bekka nag'richilarni hujum nag'risini texmi qattiq chaldirishga farmon berib, o'zi atrofidagi 100 nafar otliq nökirni boshlab Udul Ison Tayshiga qarab ot soldi. Ison Tayshining atrofiga jo'glashgan Mo'ng'ul chavandozlari sarkardisini qo'g'diga jang qilyotdi. Ularning sepi bekli tartiblik edi. Oldiga duch kelgan raqiblariga chaqmoqdek so'qib zarba beradi.
Sayyid Ali Olibning nökərləri xuddi tügülgən mushtdek tangla yopirilib kelib ularning orasiga kirdi. Tuyuqsizli yopirilib kelgan otliqlarga duch kelgan Eson Tayshining nökərləri endi jangovarligini xeyli yo'qotgan edi. Sayyid Ali Olib bilan Eson Tayshi ro'baro kelib qolgan edi. At ustida o'ltirsimi, xuddi o'ri turgandek ko'rinadigan ziyoda baslik Sayyid Ali Olibni ko'rib, Eson Tayshi bir necha daqiqa tamtiridida o'zini darhol o'ngshib oldi. Etining beshini raqibiga to'g'rilab, qilichini egiz ko'tardi. Garchi Eson Tayshi xeyli bo'ypastlik yigit bo'lsa-mu, ziyoda baslik Sayyid Aliga silishtirganda yanada vijik ko'rinadi. Ammo kichkidan tartib Mo'ng'ul dalasida otchab turib cho'ng bo'lgan bu sarkardining chavandozlik mahorati ajoyib yuqori edi. Uningga selishtirganda Sayyid Ali Olibning harakati qalanpayroq ko'rinadi. Eson Tayshining o'tkir nazari buni osonlab hamladida chaqqonligiga tayanib bu devi sifat raqibini tamtiratmoqchi. Ot ustidan g'o'litib tashlab beshini tinidan judo qilmoqchi bo'ldi. Eson Tayshining chaqmoq tezligida qilgan bir necha qitimliq hujumi unumini ko'rsatdi. Sayyid Ali Olib nihoyatda tezla mudofiaga tushib qolgan edi. Uning mudofaa qilib turib urgan qilichidan Eson Tayshi o'zini chapdaslik bilan qochiribdi. Bir-biridan ehtiyot qilishga boshlagan ikki raqib sarkarda bir-birining mahoratiga ko'nglida qoyil bo'lishib qolgan edi. Yo hazrat, nimandoq maymunda chapdas bahodir bu. Ot ustida xuddi yerda turgandaklar bemalol harakat qiladi ekan. Ko'zing o'tkir bo'lsin Sayyid Ali. Bo'lmasa uning qilichi beshini xuddi qo'g'in uzgandek uzib tashlaydi. O'zi devidak bo'lg'ini bilan ko'zi bir kitnikidek o'tkir yigitga. Inkosimi shundoq tez. Tazmi bir mahoratli raqibga duch keldim monima. O'ylamabdiman. Uyg'urlardimi mushundoq chavandozlar bor ekan. Ehtiyot qilay. Sayyid Ali Olibning pamlab turib zarb bilan urgan qilichidan chapdaslik bilan o'zini yonga tashlab qutulgan Eson Tayshi hujum nishonini Sayyid Ali Olibdan uning ostidagi qora arg'amoqqa qaratdi-da, raqibiga qilich chopgandek bir pand ishlatib, chaqqonlik bilan o'zini etining yon tarafiga tashladi. Andin qilich bilan qora arg'amoqning oldi putiga zarb bilan chopdi. Etining tig' zarbisiga uchrab mudirayotganligini sezgan Sayyid Ali Olib ot yiqilishdan burun bir sakrabla yerga tushib oldi. Bu chaqda u Eson Tayshining etining orqasiga o'tib qolgan edi. Sayyid Ali Olib bir engishibla to'riq arg'amoqning orqa putini tutdi-da, "Yo Xudo!" deb to'lg'inicha barliq kuchi bilan tortdi. Bu kuchlik zarbiga bardoshlik berolmagan to'riq arg'amoq yiqildi. Sayyid Ali Olib chachrab berib ot bilan tang yiqilgan Eson Tayshining bo'g'ziga qilich tangladi. Uninggacha Sayyid Ali Olibning nökərləri Eson Tayshini bog'lab o'ldirdi. Mo'ng'ul sarkardalari Eson Tayshining yo sarkardisining qo'liga tushib qolganligini ko'rib, uni qutqizish uchun xeyli fidokorlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmadi. Bosh sarkardisidan ayrilib qolgan Mo'ng'ullarning endi jangni davomlashtirishga rag'bi qolmagan edi. Ko'zni yumib ochqicha jang vaziyatida o'zgarish bo'ldi. Mo'ng'ul lashkarlari titrab ketdi. Bir osh pishimchi vaqt davomlashgan urushda amon qolgan Mo'ng'ul lashkarlari qarorgohlarini tashlab taraf-tarafga qochib ketdi. Butkul jang maydoni o'lgan va yarador bo'lganlar bilan to'lib ketgan edi. Bu jangda har ikki tarafdan xeyli ko'p lashkarlar jinidan ayrilgan edi. Yarador bo'lganlarmi xeyli bor edi. Ol jannat makon shehidlarining nomini tushirib, mushu janggohga dafn qilayli, dedi Shahzoda Uvaysxon.
lashkarlar sabdoshlarining meyitini ratlik tizib chiqdi. Andın imamning boshchiligida barliq sarkarda lashkarlar saf bo'lib meyit namozi o'qishdi. Ko'z bog'languncha meyitlar to'liq yerligida qo'yilib bo'ldi. Yovning jasdini qanday qilamiz oliylari? So'radi Supurgi Mirzo meyit namozidan keyin g'amkin bo'lib qolgan Shahzoda Uvays xonga qarab. O'zlacha qanday qilsak bo'lar? Bu jasadlarni oydalada mushundaq tashlab qo'ysaqmi bo'lmas. Lashkarlar ularni ko'mib Shunda qilaydi. Ko'mib o'taydi. Dedi Shahzoda Uvays xon. Biroq ularni ko'mgan joy buni jannat makon o'g'lonlarimizning yotgan tuproqidan tovanrak ham yiroqroq bo'lsin. Ol yovxoni Ison toshini qanday qilamiz oliylari? So'radi Sayyid Ali olib. O'rnal unni Peqirga topshirib berishgayla. O'z qo'lim bilan yuragini sug'urib olay. Dedi, o'ng dolisiga Mo'ng'ul sarkardasining qilichi tegib, o'limdan aran qutulib qolgan ishik og'i Og'unbek og'riq azobida tishlarini kirishtirib turib. Janobi sarkarda yorlangan tursalar, ol Mo'ng'ul xonining yuragini qandoq sug'urib olaydilar? Dedi Amir Supurgi Mirzo kulib turib. Agal ijozat bersilar. O'ng qo'limni medirli talmag'inim bilan sol qo'limning yurak sug'arg'udak mag'dur ba. Supurgi Mirzo qandoq qilamiz degan ma'noda Shahzoda Uvays xonga qaradi. Sarkarda jarohatini obdan amnitib aram olg'ay. Dedi Shahzoda Uvays xon bir pas o'yilni olgandan keyin. Ol Mo'ng'ul xonining ishini atin ochdidan keyin bir taraf qilurmiz. Uning holidan Amirzodam o'zlar xabar olg'aylar. Muborak bo'lsin Amirzodam. Mo'ng'ul xonga xizmat qilish sharpiga musharraf bo'ldi-ba. Ranjimisizlar? O'zda topgan bola bu. Dedi sarkarda Bo'ron xo'ja Sayyid Ali olib bilan cheqishib. Navada ol Mo'ng'ul xoni g'izoyigil unimisa chaynab yegizib qo'yg'aylar, ha? Dedi sarkarda Roji Xo'janiyaz. Bu chaqchaqni anglab Shahzoda Uvays xon tixildab kulib Navoda Amirzodamning ol Mo'ng'ul xonining holidan xabar olg'usi bo'lmasa zo'rlamaymiz. Dedi Shahzoda kulgisini to'xtatib. Yo'qsa oliylari. Dedi Shahzodaning maqsadini tushungan Sayyid Ali olib. Garchi Ison toshi hozir bizning tutqunimiz bo'lsa-mu, yanala bir elning xonidir. Uning ishini bir taraf qilib bo'lguncha izzat ko'rsatib xabar elish yo'limiz ham bordir. Bugungi atiganlik nashta kundigidan sal vaqtchiroq qilindi. Barliq sarkardalar qoida bo'yicha har kuni atigini Shahzoda Uvays xonga salom bergach, uning chedirida billa nashta qiladi. Mana mushu nashtada asirga tushgan Ison toshini qandoq bir taraf qilish haqida qisqagina talash tortish bo'ldi. Uni o'ltirib, tasarrufimizga ta'arruz qilish petinganlarga ibrat qilishimiz kerak. Dedi sarkarda Bo'ron xo'ja. Shunda qilish kerak. Dedi ishik og'i Og'unbek. Bu taklifga sarkarda Roji Xo'janiyazmi qo'shildi. Supurgi Mirzo bilan Sayyid Ali olib aldirab ifoda bildirmadi. Albatta, ol Mo'ng'ul xonni o'ltirishga haqqimiz bor. Dedi birdam o'yilib olgan Shahzoda Uvays xon tamkinlik bilan. Biroq uni o'ltirish bilanla tasarrufimizga ta'arruz qilishga petinganlarga ibrat qilib ketalishimiz notoyin. Navoda muddaoyimiz kutgan yerimizdan chiqmay qolsa, ish ta'tirga inib ketadi-da, Mo'ng'ullar bilan o'tirimizda qisosxo'rlik paydo bo'ladi.
azaldan aba ajdodlarimiz itoatgardinni sungan raqiblarga zulm va o'limni ravo ko'rgan emas. Ari, dedi Supurgi Mirzo Shahzoda Uvays xonni qo'llab. navoda ol Mo'ng'ul xoni itoatgardinni sunib, qilmishiga pushaymon qilsa, yaxshi so'zlar bilan o'z dargohiga qaytarganimiz afzal. Bu ishimizning inoyatidan Mo'ng'ullar bilan o'ttirimizda inoq ittifoqlik qut tepib, hududligimizning osoyishligi, avom ra'iyatning xotirjamligi ro'yobga chiqib qolsa ajab emas. Navoda ol xon itoatgardini sunishni ravo ko'rmiz-ku. So'radi Sayyid Ali olib. Ol chaqda o'z vaboli o'ziga, dedi Shahzoda qo'lini geliga surkab turib. Shu asnoda chidirga kirib kelgan yotishbegi Shahzoda Uvays xonga egilib salom berdi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, Borisgulning oqsoqollari salom berishga kelibdi. Boshlab kirsinlar, dedi Shahzoda Uvays xon ijozat berib. Hayal o'tmay chidirga Borisgulning yurt oqsoqollari kirib keldi. Ular bir jup yo'lvoz terisi, har biri 50 misqalliqdan 10 tal cho'ka oltin, 10 top tovar durdun, 1000 qo'y, 500 kali ilib kelishgan edi. Assalomu alaykum. Shahzoda oliylarga ehtirom bo'lg'ay, dedi oqsoqollar qo'l bog'lashganicha salom berib. Va alaykum assalom, dedi Shahzoda salomni elib va tuvan tarafdagi o'rindan joy ko'rsatdi. qani, joy olsinlar. Shahzoda oliylarning iltifotiga ashqalloh. Oqsoqollar o'ltirib bo'lgandan keyin, Mo'ng'ullar Borisgulni besib olgandan keyin yurtini qandoq bulang-talang qilganligini, Shahzoda Uvays xon bilan Amir Supurgi Mirzo lashkar boshlab kelib Mo'ng'ullarni qo'g'lab chiqarganligidan Borisgul xalqining behisob xushalliqi cho'mganligini bayon qilishdi. El yurtni qo'g'dab, avom ra'iyatni g'amdan xalos qilish bizning majburiyatimizdir, dedi Shahzoda oqsoqollarning so'zini ko'ngil qo'yib anglab bo'lgandan keyin. Borisguldagi avom ra'iyatning ahvolidan hozircha bizning to'liq xabar ilib ketalishimiz notayin. Bo'libmi, oziq-tulik masalasida bizning g'amimiz bor. Shunga janobi yurt oqsoqollari avomning holidan xabar ilib, och o'riqlarning beshini o'zlar silashqaylar. Obdan, dedi oqsoqollar. Har qaysilarining besatlarida avomni qishdan chiqarg'udak oziq-tulikning borligini bilamiz, dedi Amir Supurgi Mirzo. Uni avomga to'liq saxovat qilishqaylar. O'zlaridan ochliq, pul pichak talab qiladi deb andisha qilgan oqsoqollar bu gapni anglab xotirjamlik bilan qo'l bog'ladi. Xotirjam bo'lsalar, beshimiz bilan bajo keltiramiz. Eng yaxshisi 3 yilgacha avomdan hech qanday boshchilik elinmasin, dedi Shahzoda Uvays xon. Oqsoqollar qayta va'da berib chiqib ketishdi. Hayotidan butunlay umid uzgan Isom Tayshi bargohi oliyda Shahzoda Uvays xonning shahona dasturxon raslab o'tirganini ko'rib hayron qoldi. Bargohi oliyga: Mo'g'uliston sarkardasi menga hargiz ra'yim qilmaydi. Hamin bir o'lim. Raqibimga hargiz ilinmayman, deb jasur sarkardalarga xos g'urur bilan beshini tik tutib kirgan Isom Tayshi Shahzoda Uvays xonning o'tkir ko'zlariga shundoqla qarab tantiradi. Ixtiyorsiz Shahzodaga salom berishga majbur bo'ldi. qani o'ltirsinlar, dedi Shahzoda Uvays xon uning salomini o'ltirgan peti elib. Shahzoda aliylarining himmatiga hashqallah. Yanila o'ri turaveray, dedi Isom Tayshi o'zini tamkin tutishga tirishib. Janggohga qo'zi qiqib, tani tartib qo'ygan yerda o'ltirishga buyurgan joyga yana nima qo'yib qo'ydilar?
Tangrim biladi. İhsan Tayşining javobini anglab, Shahzodaning ichki yonida o'tirgan Supurgi Mirza bilan Sayyid Ali olib xirildab kulaverdi. Janoblari shubhilanmay xotirjam o'ltirsinlar. Dedi Shahzoda Uvaysxon. Hozir o'zda janggohda emas, bizning dargohimizda turib Shuni bilib qolsinlarki, do'stlikni ixtiyor aylab, dasturxon ustiga tuz keltirdik. Tuzning hurmati bakmu ziyodadir. Tuzga hiyla-mikr, suiqasd aralashtirish bizning fazilatimizga yotdir. Sutda og'zi ko'ygan odam qiytiqni povlab pishidi. Shahzoda oliylarining to'limi apchil hiyla-mikr bor ekan. Ikki navbat damlariga tushib, qattiq yengildik. Shol sababdan shubhilanmay ilojimiz yo'qdir. Dedi İhsan Tayşi jangda hiyla-mikr ishlatib meni yengib olding deganni qilib. Har qanday yog'ining 9 rang bir jang bo'ladiganligini janoblari obdan bilish kerak. Dedi Shahzoda Uvaysxon İhsan Tayşining ko'ziga tikilib qarab turib. Shunga jangda rangvozlik qilding deb bizdan og'rinishlari behudadir. Yengilganliklarini tan olsinlar. İhsan Tayşi gap tepib berolmay jim bo'ldi. Joy olsinlar. Dedi Shahzoda uni yana o'ltirishga buyurib. İhsan Tayşi o'ltirishga majbur bo'ldi. Bekavul bey uningga choy tutdi. İhsan Tayşining ko'ngli xotirjam emas edi. Vujudidagi gumon, iztirob tuyg'ulari ko'zlaridan bilinib qolgan edi. U Shahzoda Uvaysxon, Amir Supurgi Mirza, Sayyid Ali oliblarga tekshi qarab olgandan keyin eg'iz ochdi. Biz degan yengilib asirga tushgan raqiblaridirmiz. Har qanday zulm bilan jazolash ixtiyorlaridir. Ammo dargohlarda dasturxon hozirlab himmat ko'rsatishlarining sababini bilgin bor. Janoblarining haqiqatan bahodirlarga xos jasorati bor ekan. Dedi Shahzoda Uvaysxon tamkinlik bilan eg'iz echib. Albatta, o'zlar bilan biz bir dasturxonda o'ltirganimiz bilan do'st emasmiz. Dasturxon ustida yor birodarchilikdan lop urgan kishini ham do'st sanamasmiz. Janoblari tasarrufimizga bostirib kelib, avom ra'iyatning osoyishligini buzib, g'ururimizni payxon qildilar. Albatta, bu kechirgusiz gunohdir. Garchi o'zda Mo'ng'olning buyuk xoni bo'lsa-mu, lekin hozir bizga asir. Asirning o'rni dargohimizda har qanday mulozimdimi to'vandir. Dushmanlik nazarimizdan eysoq. O'zlarini navkarimiz qatoridimi izzatligimiz ham yo'qdir. Bundan 8-10 yil muqaddam Ostona Turpondagi o'qilda ustozlarimizdan tunji gunoh uqmaslikdan bo'ladi. O'zri aytib qolsa, uni afv qil. Gunohiga tövbe qilsa kifoya degan ta'limi helimi esimda. Shol tapda o'zlar bizdan jazoning o'rniga himmat tasatkinimizning sababini ochiq so'rganliklari uchun javobini ochiq beray. Biz ustozimizning ushbu ta'limini janoblarining gunohiga tatbiqlamoqchimiz. Shahzoda Uvaysxonning maqsadini tushungan İhsan Tayşining qaramtul chiroyida suz tabassum jilva qildi. Shirg'i xiris qilish va qilishga mush etish aqillarning ishi emas. Dedi İhsan Tayşi bir necha daqiqa sukutdan keyin so'z elib. Navada Shahzoda oliylari bu kamarini beliga bog'lamoqni iroda qilgan bo'lsa, albatta tashakkur bildiraman. Menmo do'stlik kamarini belimga bog'lashga tirishiman. İhsan Tayşining javobida tövbe qilish, gunohini tilash emas, sulhi talab qilish purqi bor edi. Buni sezgan Sayyid Ali olibning chiroyi g'ushida turildi. Supurgi Mirza suhbatning natijasini kutib, chandurmay o'ltirdi. Bizning dargohimizda yer yuzining takabburlari xoruzor va bee'tibordir.
dedi Shahzoda Uvaysxon qopqini to'rib. Nodon va takabbur odamlarga mardlik ko'rsatish albatta gunohdir. Biz janoblarni nodon va takabbur sanamaganligimiz uchunla izzat ko'rsatib, ushbu suhbatga daxil qildik. Mo'ng'ul xonlari uzundan beri o'zlarini buyuk qag'on Chingizning qavmi hisoblab, tasarrufimizga takror ta'arruz qilib keldi. Garchi ol baboi buzurgimiz Mo'ng'ulga bosh bo'lib, nurg'un nusratlik yurishlarni qilib, 18 ming olamga qag'on bo'lgan bo'lsa-mu, ammo biz buyuk qag'on Chingizning haqiqiy naslidandirmiz. Shunga Mo'ng'ullarning o'zini Chingiz qavmi deb da'vo qilishi, qo'shni hududlarga ta'arruz qilishni yo'lliq hisoblashi behojatdir. Endi undaq da'volarni tashlag'ay. Garchi qadimda shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, hozir ol martibalar qolmabdi. Bo'libmi, buyuk padari buzurglarimizdan To'g'liq Temirxon oliylari bilan Amir Temur Soyibqiron oliylari istilosidan keyin saltanat burjida Mo'ng'ullarning yulduzlari xiralashib, turkiy qavmlarning yulduzlari jilolashga boshladi. Xorazm, Mavara-un-Nahir, Farg'ona, Turkiston, Idil vodisi va Mo'g'uliston zaminlariga turkiy qavmlardan bo'lgan sultonlar saltanat tizginini tutib, posibonlik qilmoqda. Garchi ol xon sultonlar o'tirsida gohi-gohida zamin tasarruf tufayli nizo adovatlar bo'lib tursa-mu, lekin nasl yiltizi birdir. Shol boisdan ular og'i-ini, qiynota, kuyi o'g'il bo'lishib, tuqqandorchilik mehri bilan davron surishmoqda. Biz shol tapda Ihson Toyshi janoblariga asir emas, Mo'ng'ul xoni tariqasida muomala qilib, izzat ko'rsatyapmiz. Muddaoyimiz janoblari ilgirki Mo'ng'ul xonlarining yo'lini tutmay, urushqoqlikni tashlag'ay. Shundaqla beligi do'stlik kamirini bog'lashga tirishqay emas, balki mahkam bog'lag'ay. Magarki unda qilolmaydi ekan, yana bir navbat apiga o'rin qolmaydi. Shahzoda Uvaysxonning qilchilik sufi salog'i yo'l qo'ymay aytgan so'zlari Ihson Toyshini o'ptali tarlatdi. Said Ali Olib bilan Amir Supurgi Mirza bo'lsa qattiq hayajonlandi. Odatda yumshoq mijozli ko'rinadigan Shahzoda Uvaysxonning o'tkirligiga yana bir qitim qoyil bo'ldi. Shahzoda oliylarining muddaosini tushundim, dedi Ihson Toyshi das o'rnidan turib. Ogohlarini esimda tutaman. Do'stlik kamirini bilimga mahkam bog'lab, o'z qavmimni buyuk Mo'g'uliston eliga ta'arruz qilishdan qat'iy to'sayman. Agar xohlasizlar, betim tuzib muhrlashayli. Jangda yengilib asirga tushgan xonning betim tuzish salohiyati yo'qdir, dedi Shahzoda Uvaysxon qilchilik yuz xotir qilmay. Betim degan har ikki taraf barobar bo'lganda ondan tuziladi. Bizda lavz halol deydigan bir hikmat bor. Shunga Ihson Toyshi janoblarining lavz qilgan va'dasiga ishondik. Janoblari xohlagan vaqtda o'z dargohiga qaysi bo'ladi. Shahzoda oliylariga ko'p rahmat. Shahzoda oliylari ijozat bersa, hozirli yansam deyman, dedi Ihson Toyshi. Yo'l bo'lsin, dedi Shahzoda Uvaysxon va nazarini Said Ali Olibga og'dirdi. Amirzodam, Ihson Toyshi janoblarini dargohimizga o'zda akelgan edilar. Endi yana o'zda uzitib qo'ysalar. Asirga tushgan Mo'ng'ul sarkarda lashkarlarimi xohlasa o'z posiboni bilan birga ketgay. Ot-potlarini qo'shib bergaylar. Piyoda yo'lga silib qo'ysak, shavkitimizga mos kelmas. Ihson Toyshi janoblarining to'riq org'imiqi bilan oltin dastalik qilichining o'rniga boshqa ot bilan qilich tegishib bersam bo'lurmi oliylari? So'radi Said Ali Olib o'rnidan turib o'tib. Qandoq deydilar amirzodam? Chunki Ihson Toyshi janoblarining ashu esil org'imiq bilan qilichini tutib qolay deyman. Ol org'imiq bilan qilich do'stligimizga
yodikor bo'lsa ajab emas. Said Ali Olibning ot bilan qilishni ap qilish orqali Eson Tayshining bergan va'dasini har qachon esiga silib qo'ymoqchi bo'lganligini tushungan shahzoda kulib turib ijozat berdi. Mening boshqa gapim yo'q. Bilmadim. Eson Tayshi janoblari ot bilan qilichini yodikor qilishni xohlamdiki? Albatta xohlayman, dedi Eson Tayshi Said Ali Olibga qarab. Ot bilan qilich Bahodir sarkardiga yodikor bo'lsin. Chedirda yolg'iz qolgan shahzoda Uvays xonni birdilla ziddiyatlik xayollar chirmab oldi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Tilsuvatdan qolgan Sultan Shir Muhammad Xonning ahvoli shu kunlarda to'liq xatarlik. Navada Borisgunni Mo'ng'ulning ta'arruzidan xalos qilgan bo'lsalar, ortiqcha o'y xiyollarda bo'lmay, darhol Ostoniga qarab yo'lga chiqqaylar. Janobi Qibligoyimizning musibati kichik ish emas.